Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Bugun shanba, demak 26 aprel. Sizlar uchun qisqacha bir kishilik parkopadan boshlab 2 kishilik adyolgacha narxlarni qisqacha sizlar uchun aytib o'tamiz. Demak, bir kishilik parkopamiz sizlar uchun bugungi kundagi narxi 40 ming so'm. Bir kishilik parkopa 40 ming so'm. Bir kishilik qovmamiz maxsus narxda 50 ming so'm. Demak, 40 ming so'm, 50 ming so'm bir kishilik. 2 kishilik parkopa 85 ming so'm, 2 kishilik qovma ham 85 ming so'm. Demak, 40 ming, 50 ming, 85 ming, 85 ming. Bir kishilik 2 qavat adyollarimiz boshlanishi 120 ming so'm, eng oxirgi 1,5 kishilik paltara ona bola deymiz 200 ming so'm. Bir kishilik 1,5 kishilik adyollarimiz. 2 kishilik boshlanishi 200 ming so'm va eng qimmati deydigan bo'lsak, og'iri kilogramda og'irligi demak 400 ming so'm. Bundan tashqari shubalarimiz bor. 2 kishilik 170 ming so'm qilib beryapmiz. Hurmatli jamoadagilar, kelaverasizlar. Bugun demak 26 apreldagi narxlarni aytib o'tdik.